Bismillahirrohmanirrohim. Hurmatli akalar, ukalar, opa singil, mo'min musulmonlar, mekendoshlar. Bizni Rossiya o'lkasidagi Abakan shahrida, Xakasiya respublikasida oxirgi 10 yil ichida qilayotgan bu yerdagi musulmonlarning harakati bilan bir Allohning bir rahmati yog'ilib, rahmat eshiklari ochilib, bu o'lkalarda islom dini kelib va Alloh subhanahu va taolo siz va bizlarga juda ham bir katta imkoniyatni berdiki, o'zini uyini qurishlikdi, masjid qurishlikdi, Allohning baytini qurishlikdi, bu yerdagi musulmonlarga shu narsani nasib qilib berdi. Biz Allohga hamd aytamiz. Chunki bu yerda har xil millat kelib bu yerda yashab qoldik. O'zbek, Qirg'iz, Ozarbayjon, Tojik, Chechen, Dog'iston, har xil millatlar bu yerda bir cho'g'i bo'lib, bir akuka bo'lib, biz din bilan Alloh subhanahu va taoloning uyini qurishlikka bel bog'lab, birgalikda shu narsani harakatini qildik va bu narsa davom etib boryapti. Bizda hech bir sponsor yo'q, hech qanaqa bir davlat tomonidan yordam yo'q. But el bilan, salmog'i bilan shu narsani mana sabr qilib qurib kelyapmiz va Alloh shu kungachalikka bizni hech narsaga muhtoj qilmadi. Biz avvalambor bu kanalga but musulmonlar tomonidan minnatdorchilik bildiramiz. Bu Zamirbek ukamiz Mustafa kanalini ochgan ekan. But elda xizmatida bo'lyapti. Biz bu kanalni kuzatib boramiz. Bu ukalarimiz ham Allohning dinini yo'lida xolis shu elda qilayotgan ishini e'tiborga olib, shu narsaga o'zi hissasini qo'shib, o'zining kanaliga shu bizni masjidni elga tarqatishlik uchun shu narsaga rozichilik bildirib, o'zi ukalarimiz bilan aloqaga chiqibdi. Biz bu ukaga butun musulmonlar nomidan minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat. Alloh qilayotgan ishlaringizda faqat yaxshiligini ulg'aytirsin, yomonliklardan o'zi saqlasin. Biz hozir bu yerda turgan, meni yonimda turgan Kenish ukamiz bo'ladi, Jallovotdan. Bu ukamiz shu yerda biz bilan cho'g' ishlaymiz. Постоянно doim birgamiz. Bu ukalarimiz ham Qirg'iz diaspora tomonidan juda ham bir aktivni shu narsaga o'zining hissasini qo'shyapti. Shu ukaga ikki og'iz so'z beramiz, bir suylab qo'yadi. Qani uka? Assalomu alaykum musulmon bir tug'anlar. O'zingizlar ko'rib turganday, Xudo xolasa masjiddagi ko'p oziq oldi. O'shu masjidning putishini kichkina salmingizlarni qo'shib qo'ysangizlar, yaxshi bo'ladi, o'sha putib ketsin. Xudo xolasa o'shu putish oldinda turadi. 5 so'm, 10 so'm bu qo'shgan aqchanglar sadaqa bo'lsin, sadaqanglar qabul bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin. O'sha putishni kichkina yordam qilib qo'ysangizlar, sizlardan so'ranish. Rahmat uka, hozir ichqariga kirib, masjidda har qayeridan biz sizlarga ozginadan ko'rsatib, bo'layotgan ishlarni tanishtirib o'tib ketamiz. Marhamat. Hurmatli birodarlar, bu oldingi qismi kirish asosiy yo'l, eshiklar bu yerda. Bu yerga juda ham bir katta zinapoya bo'ladi, lestnitsa bo'ladi. Bu yer plashatka bo'ladi. Shu narsaga hozir mana ustalarimiz aktivni qatnashib boryapti. Bu yerga biz kavlab kabellar olib kirdik tok uchun va holanki juda ham bir chiroyli, ko'tarinki ruhda, ko'tarinki kayfiyat bilan sizlarni berayotgan har bir pulinglar joyiga hashlanib boryapti. Hozir biz ichkariga kirib, ichkari ko'rinishlarda ham sizlarga bir qator ko'rsatib o'tamiz. Hozir biz mana 2-etajda turibmiz. Bu 2-etaj balkonli bo'ladi. Bu ro'paradagi turganlar bular временный, bular olinib tashlanadi. Просто biz monolit quyish uchun, apalovka o'rnatish uchun bulardagi narsalarni pastdan qo'yib chiqqanmiz. Xudo xolasa mas'ullarimiz juda aktivni ishlashyapti. Hozir kirishga chiqib dag'i ko'ryapmiz. Anan u yerga keyingi nedelaga quyilishlik uchun qancha bitan dedi Kenish, ashani suylab qo'ydik. Keyingi nedeladan уже ustalar suylashilgan bardigi. Keyingi nedeladan 80 kub beton qo'yiladi. 80 kub где-то 350 ming bo'ladi ekan. Usta qismidan 700 mingga tushib qoladi. O'shaga kimda-kim yordamingizlar, ayabingizlar. Alloh roziligi uchun Allohning uyini salmingizlarni qo'shib qolingizlar. Xudo xolasa qiylasi bitib oziq qoldi. Rahmat. Hozir kirishiga chiqib, bu yerda yana gapimizni davom ettiramiz.
Hozir mana ichki ko'rinishi bu birinchi etaj. Birinchi etaj. Masjidni aylana yeri, asosiy yeri 72 sotik. Abakan shaharni o'zida, eng asosiy shaharning sentridan olingan bu yer. Bu yerda olganimizdan keyin biz Abakan proyektga qildirdik. Bu 1800 kvadratlik katta Saborniy jami masjidi bo'ladi. Bu asosiy namoz o'qiydigan zalimiz. Ko'rinayotgan bo'lsa, mana hozir bu ikkinchi etajimiz. Ikkinchi etaj ham balkonli bo'ladi. Juda ham bir chiroyli ko'rinishda bo'ladi. Undan keyin biz hozir tomgich ko'rinishini ham sizlarga ko'rsatib boramiz. U yerda monolit, tomga monolit qo'yish uchun hozir armaturalar to'qilib boryapti. Juda ham bir chiroyli ko'rinishda. Bu eldi salmog'i bilan kimdir 500 rubl, kimdir 1000 rubl, kimdir 50 rubl, 5000 rubl, 500 ming rubl, 50 ming rubl, kim qancha возможности bo'lsa, sharoiti bo'lsa, shu narsani puli bilan, bu eldi puli bilan, aqchasi bilan bu qurilyapti. Shuning uchun biz bardig'iylarda bu narsaga davomiy qatnashlik uchun Allohdan so'raymiz. Qatnashmayotganlarga ham duo qilib Allohdan so'raymizki, Alloh ularning gunohini kechirib, ular ham qatnashsin. Hozir biz tepaga chiqamiz. Marhamat. محمد رسول الله لا إله إلا